Ustav fondi nima va u korxonaga nima uchun kerak? Ustav fondi bu korxona tashkil etilganda ta'sischilar tomonidan kiritiladigan boshlang'ich sarmoya hisoblanadi. Ta'sischilar ustav fondini tovar ko'rinishda, mol-mulk ko'rinishda yokida pul ko'rinishda ham kiritishlari mumkin. Ustav fondi hamda ustav kapitali bir-biriga teng so'zlar. Ya'ni ba'zi bir joyda ustav fondi deyiladi, ba'zi bir joyda ustav kapitali deb yuritilishi ham mumkin. Ustav fondi korxonaning asosiy tayanchi hisoblanadi. Ya'ni korxona ochilganida ta'sischilar yuridik shaxs bo'lishlari ham mumkin, jismoniy shaxs bo'lishlari ham mumkin yokida O'zbekiston fuqarosi yoki chet el fuqarosi ham bo'lishlari mumkin. Qaysi holatda bo'lsa ham korxona ochilganida ushbu korxonaga boshlang'ich sarmoyani kiritib beruvchi insonlar hisoblanadi. Boshlang'ich sarmoya kiritganimizdan so'ng korxonamizga kerak bo'ladigan har xil anjom, asbob uskunalarni xarid qilishimiz yoki olishimiz mumkin. Ya'ni korxonaga kerak bo'ladigan narsalarni olib, korxona majburiyati uchun ishlatishimiz mumkin. Ustav fondi buxgalteriya ikki yoqlama yozuvida, ya'ni aktiv shotlar 4610 hamda passiv shotlar 8330 shotlarida ham yuritiladi. Ya'ni korxona ochilganida boshlang'ich provodga, ya'ni buxgalteriya yozuvida debet 4610 hamda kredit 8330 ga qo'yib, to'g'ri aks ettirishimiz mumkin. Ta'sischi kiritgan ustav fondi kelajakda korxonamiz foyda bilan chiqadigan bo'lsa, ta'sischilarimiz bir nechta bo'ladigan bo'lsa, o'sha foydani teng taqsimlash, ya'ni kiritgan ulushlarga qarab foiz ko'rinishda taqsimlashimiz mumkin. Yokida korxonamiz teskarisiga, ya'ni zarar bilan chiqadigan bo'lsa, ushbu zarar ham korxonamizda ishtirok etgan ta'sischilarga qarab foiz ko'rinishda teng taqsimlab boriladi.